Demak, boshladik. Davom etamiz. Bu 32 yoshli demak gidrosefaliya mavzusida davom etayotgan edik. Bu 32 yoshli ayol bemorda ham gidrosefaliya bormi? Ha, e'tibor qilib qarasak, qorinchalar biroz katta, pushtlari ajizlashgan, lekin ba'zi bemorlarda qorinchalar kattalashuvi normal holatda ham bo'lishi mumkin. Agar bunga shubha qiladigan bo'lsak, demak temporal hornga, yon qorinchalarda temporal horn, ya'ni chakka shoxiga qaraymiz. Mana yon tarafdan qaralganda, ya'ni ular temporal hornlar gidrosefaliyaga sezuvchan bo'ladilar. Uning belgilari bu qismda erta sezila boshlaydi. Demak, biz gidrosefaliyaga shubhalandik. Unga aniq ishonchimiz komil emas. Demak, bizda temporal hornni ko'rishimiz kerak. Demak, bu yerda o'zgarishlar, demak, kattalashishlar qorinchada erta yaqqol bo'ladi. Xo'p, endi keyingi keysga o'tsak, bu holatda yon qorinchalarda 3-qorinchani ko'ryapmiz. Va keyin mana 3-qorincha, 4-qorincha ham ko'ryapmiz. Akvaduktus ham orada ochiqligini ko'rib turibmiz. O'chiraylik. Demak, hamma strukturalar o'zaro bog'langan. Demak, bu yerda bog'lanuvchi communicating gidrosefaliya yuzaga kelyapti. Chunki aytganimizdek, barcha qorinchalarda bir-biri bilan o'zaro ochiq, o'zaro aloqa bor. Demak, ezilish bu yerda qayerda bo'lyapti? Buni aniqlash uchun MRTga murojaat qilamiz. Bu yerda tuberkulyoz meningit yuzaga kelgan va shu sababli u gidrosefaliya chaqirib qo'ygan. Mana MRTda ko'rib turibmiz. E'tibor qiling, stolni oldagi tuzilmaga va mana shu yerda tuberkulyoz meningit sababli bizda meningit kelib chiqyapti. Sisternalar ezilib qolgan. Keyingi holatimizda qo'shimchasiga bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalar, ularni ham bir nechasini ko'rib o'tsak, bu bemorda epileptik status bo'lgan va surunkali sudurgilarga uchragan, tana harorati ko'tarilgan. Biz bu yerda nimani ko'ryapmiz? Demak, o'ng chakkada shubhali narsa bor. Mana qizilda olib qo'yilgan. Bemorda temporal bo'lakda shish edema yuzaga kelgan, isitma tutqanoqlar bo'layotgan bo'lsa, hayolimizga herpes simplex ensefaliti kelishi kerak. Demak, bizni suturga bo'lyapti, statusga tushyapti, isitma tana harorati ko'tarilyapti va shunga o'xshash holat yuzaga kelsa, bunda biz yana qaytarib o'tamiz. Herpes simplex ensefaliti haqida hayolimizga kelishi kerak. Xo'p, mana yana bir yosh bemor. Bu bemorda ham epileptik status bilan kelgan. Bu bemorimizda ham temporal bo'lakda shish bo'lyapti. Herpes ensefaliti yuzaga kelgan. Bu bemorimizda esa 64 yosh bo'lgan, uyda hushsiz holatda topilgan, uyquchan holatda, kallasi gangirsiragan holatda turibdi. O'ng mezal temporal sohada gipointensiv ko'rinmoqda. Mana shu tarafga e'tibor qilasiz. Aksial va koronar rejimda ham bu holat ko'zga tashlanadi. Mana o'ng va chap gipokampni bir-biriga solishtirib ko'rsak, o'ng tarafda qoraroq, ya'ni qorayganroq gipointensiv holat ko'rinmoqda. Bu ham herpes ensefalitiga yana bir misol bo'ladi. Mana o'ng tarafda qoraroq turibdi, chap tarafga qaraganda. Albatta, kompyuter tomografiyada teskari ko'rinadi. O'ng taraf chap, chap taraf o'ng deymiz. Bu bemorimizda diffuz holatda shish bor, ko'rib turibsiz. Qoraygan joylarida ko'pligini 4 yosh bola bahsli hodisadan topilgan. Bu holat bemorda massiv отек, shish va edemaga olib kelgan. Bu bemor gipoksik ensefalopatiyaga uchragan, ya'ni gipoksik ishemik ensefalopatiyaga
ensefalopatiyaga uchragan bemordir. Miya parenximasida gipointensiv ko'rinadi. Hamma sohasi pushtalasizlashgan, farqlash qiyin bo'lib qolgan ularni. Qorinchalar toraygan holatda oq va kulrang moddani farqlash ham qiyin. Faqat miyacha sog'lom holatda bizda saqlanib qolgan. Boshqa qismlarga qaraganda u yaqqolroq, yaxshiroq ko'rinib ajralib turibdi. Bu yorqin miya belgisi deyiladi. Yorqin miya belgisi deyiladi. Ba'zida bu belgi yo'q bo'lishi ham mumkin. Miyacha ham gipodens ko'rinishi mumkin. Bu kasallik gipoksiya hisobiga kelib chiqadi. Masalan, cho'kish, bo'g'ilish, kardiak arrest, ya'ni yurak to'xtashi kabi. Bizda oxirgi case ayol kishi tutqanoqlar bo'lgan, tutqanoq tug'ruqdan so'ng rivojlangan. Demak, ayol kishi tutqanoqlar bo'lgan, tutqanoqlar tug'ruqdan so'ng paydo bo'lgan. Tasvirga qaraydigan bo'lsak, biz ensa qismida gipointensiv o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Po'stloq saqlangan holatda, patologiyada subkortikal oq moddada joylashgan. Mana po'stloq bu yerda po'stloq yaxshi holatda turibdi. Demak, patologiya subkortikal oq moddada joylashgan. Buni bioccipital infarkt deb o'ylash mumkin, o'ylab ko'rgan odamga, lekin po'stloq zararlanmaganligi bizni shubhalantiradi. Bu Press sindromi deyiladi. Posterior reversible encephalopathy sindrom deyiladi. Inglizchasiga orqa qaytuvchi ensefalopatiya sindromi. Bu sindrom oksipital yoki parieto-oksipital shish bilan namoyon bo'ladi. Shish ko'proq watershed arealarda sodir bo'ladi. Menimcha watershed arealar nimaligini bilasizlar degan o'ylayman. Agar bilmasalaringiz pastda savol bersangiz javob qoldirish mumkin. Bu holat yomon sifatli gipertenziya, ya'ni nazorat qilish qiyin bo'lgan arteriya gipertenziyasi bor bemorlarda, o'tkir buyrak yetishmovchiligida bir qator dorilar va eklamsiya, preeklamsiyalarni fonida kelib chiqishi mumkin. Demak, bu bizda bioccipital edemani ko'rsak va biz ishemiyani istisno qilsak, biz Press haqida, posterior reversible encephalopathy sindrom haqida o'ylashimiz kerak. Demak, videodagi muhim narsalarni bir yana qaytarib aytib o'tib ketamiz. Bu birinchisi artefaktlardir. Biz harakatdagi, bemor qimirlab yuborgandagi beam hardening ziraklar sababli aytib o'tdik. Kelib chiqqan chiziqlar haqida aytib o'tishimiz kerak va partial volume artefaktlarini aytib o'tganmiz. Buni boshida videoning birinchi qismida gapirganmiz. Qaytib ko'rib olishingiz mumkin agar esdan chiqqan bo'lsa. Bularni bilib o'tish kerak, albatta patologiya deb o'ylamaslik uchun. Demak, keyingi muhim joy bu oynalarda, insult oynasini insultlarda, suyak oynasini suyakda sinishlari patologiyalarda, subdural oynalarni esa gematomalarni istisno qilishda ishlatamiz. Uchinchi muhim sifat bu ichebek insultga shubha qilinayotgan bemorda nimaga e'tibor qilish kerakligini bilishdir. Erta belgilari, kech belgilarini bilish kerak. Ya'ni bazal gangliyalar va insulin ko'rinmay qolishi simptomlarini yodda tutish muhim. Demak, undan tashqari bizda quyidagi holatlarni umuman ko'zdan qochirmaslik kerak. Qon quyulishlari, gidrosefaliya, miya churalari va gerpes ensefalopatiyasini. Demak, shu bilan bizning videomiz kompyuter tomografiya haqidagi kirish darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Bizni kuzatib boring, hali videolarimiz ko'p chiqadi. Telegram kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Shaxsiy o'zimni ham Telegram kanalimni qoldiryapman. Undan tashqari YouTube'da ham kanalimizni xudo xolasa yo'lga qo'yapmiz. Unga ham obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.